Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun klientimizning zakasiga binoan uylariga kameralar o'rnatib beramiz. Xudo xolasa ko'ringlar. Kameralarimiz yetib keldi. Yangi avlod deyiladi bu. Xudo xolasa hozir mana ochib ko'rsatamiz sizlarga. Ikkita paneli bo'ladi aziz tomoshabinlar. Bu solnishli bo'ladi. Ikkita panelni hozir men polni ochib ko'rsataman sizlarga. Mana ikkita o'sha panel uchun qotiradigan oyoqlari. Mana bu kameramiz bo'ladi. Mana bu kamera bo'ladi aziz tomoshabinlar. Uni ko'ryapsizlar, kameralarni kechqurundan oladi. Nashtoy rejimlari bor. Bitta sim karta, bitta flash karta qo'yasizlar. Xohlasanglar Rossiyada turgan joyingizda ham bemalol kuzatib tursanglar bo'laveradi. Rossiyadan turib gapirsanglar, bunda ovozi chiqadi. Uyda bolalaringiz bilan gaplashsanglar ham bo'ladi. Juda ham sifatlari zo'r. Garantiyasi bilan qo'yib beramiz. Ash nohiyasi bo'ylab, viloyat sud bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz bor. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita panel bo'ladi. Ikkala panelni bittaga ulaymiz, xudo xolasa. Mana ko'ringlar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta kamerasi bor, xudo xolasa. Nashtoy rejimlari bor. Sifati eng zo'ri bo'ladi. Qimillagan jonzotni ko'rsa, misol hozir buni o'rnatib qo'yasizlar. Ana shu yerga o'rnatib qo'ysanglar, shu yurgan odamni, yaqqa-baqqa o'tgan odamni rasmga olib tashlab beraveradi o'zi. Bu aylanadi mana. Buni xohlagan tomoniga regrovka qilib qo'yasizlar. Juda ham sifatlari zo'r. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana dastlabki uстановkalarimiz ham bor. Ko'ringlar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa mana juda ham chiroyli qilib, dastlabkilarni qilib o'rnatib ham beraveramiz. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Mana klientimiz zakazlarni o'rnatib bo'ldi aziz tomoshabinlar. Ash nohiyasi Jigda qishlog'ida. Jigda qishlog'iga o'rnatib berdik mana shu kameramizni. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlardan faqat bitta sim karta olib kelasizlar, flash karta olib berasizlar, qo'yib ishlatib beramiz, xudo xolasa. Rossiyadan turib ham kuzatib tursanglar bo'ladi. Ash nohiyasi bo'ylab dastlabki uстановkasi ichida 1100 so'mdan 1300 so'mgacha bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin.